yurtdoshlarimizni munosib mehnat qilishlari, farovon yashashlari hamda ko'ngilli dam olishlari uchun yetarli sharoitlarni yaratish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan. Bu borada mamlakatimizda tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Jumladan, aholi turmush sharoitini yaxshilash, tadbirkorlikni rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga oid farmon va qarorlar, dasturlar hamda loyihalar ishlab chiqilib hayotga tatbiq etilmoqda. Keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilyapti. Buni birgina Farg'ona viloyatining Olis So'x tumani misolida ham ko'rish mumkin. ...2026-yilning 9-aprel kuni biz so'xliklar uchun tarixda qoladigan kun bo'ldi. Birinchidan bu kunda Amir Temur buyuk sarkarda davlat arbobi tug'ilgan kuni. Mana shu kunda respublikamiz prezidenti tomonidan So'x tumanini ijtimoiy va iqtisodiy tomondan kompleks rivojlantirish to'g'risidagi qaror loyihasining taqdimoti bo'lib o'tdi. Bu qarorni butun xalqimiz xursandchilik bilan qabul qildi. Hozir ko'chaga chiqsak ham, masjidlarga borsak ham, izdihomga chiqsak ham, bozorga kirsak ham odamlar hammasi xursand. Prezidentning e'tiboridan, g'amxo'rliklaridan hammalari xursand. Nurolilar, oqsoqollar aytayaptiki, prezidentimizga ming rahmat. Endi biz ko'rmagan kunlarni, sharoitlarni bizni o'g'illarimiz, nabiralarimiz ko'rar ekandik. Hammalari prezidentimizni kecha kunduz duo qilyaptilar. Mana hayajonda, negaki tumanimizni taraqqiyoti, rivojlanishi uchun alohida yo'l kerak. Investitsiya kiritish uchun ham alohida yo'l kerak edi. Mana bu bizning necha yillik orzumuz amalga tatbiq bo'lyapti. Biz hammamiz xursand. Allohim prezidentimizni umrlari uzoq bo'lsin. Nima topshiriqlari bo'lsa biz ham sidq dildan bajarishga tayyormiz. 3-Renessans. Yangi O'zbekistonda yangi So'xni bunyod etishga biz ham nuroniylar faol qatnashamiz. So'x qo'shni Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh tog'li hududda joylashgan tuman. Unda qariyb 90 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Mahalliy aholining asosiy daromadi yaqingacha dehqonchilik va chorvachilikdan edi. Bog'dorchilik va kartoshkachilik ham rivojlangan. Prezidentimiz tashabbusi bilan o'tgan 9 yil davomida ushbu chekka hududda ulkan ishlar amalga oshirildi. Eng asosiysi, aholini anchadan buyon qiynab kelayotgan muammolar yechimini topa boshladi. Yillar davomida yopiq bo'lgan chegaralar ochildi. Odamlar va tovarlar harakatidagi asosiy to'siqlar bartaraf etildi. Qo'shnilar bilan o'zaro bordi-keldi faollashdi. Hozir 70 yoshdaman. Hozirgi kunda bo'layotgan hollarni ko'rib, g'ururlanib ketyapman. Sababi nimada? Hurmatli prezidentimiz So'x tumaniga berayotgan e'tiborlar natijasida bir vaqtlar hammani esdan chiqib ketgan bir chekka vatanimiz bir burchagida hozirgi kunda olamshumul ishlar bo'lyapti. Ozgina bo'lsa ham tarixni eslayman. Bir vaqtlar shunaqa kunlar bo'luvdiki, yo'ldan o'tish, chiqish, ma'lumki shunaqa tog' sharoitida yashayotgan xalq viloyat markazi bilan boshqa joylarga bilan bordi-keldi qilish kerak. Ayniqsa bir kasallarni olib borish, olib kelish, mana shu tadbirkorlar bilan shug'ullanayotganlarni mahsulotlarni olib chiqarish yoki mahsulotlarni kiritish, qolmayotganlarni chegara nazorat postlaridan o'tkazish shunaqa muammoga aylanuvdi. Xalqimizda aytiladigan yo'l azobi, gur azobi degan ana shu so'xlarni har bittasi katta kichigi bilardi. Mana shu bugungi qarangki prezidentning oqilona siyosatlari, qat'iy irodalari tufayli bizni so'ximizda ham hali qo'shnilar bilan o'zaro aloqani yaxshilash, mustahkamlash, ular bilan bordi-keldirni yo'lga qo'yilishi natijasida mana yo'llarimiz ochiq. Tadbirkorlik bilan shug'ullanyapti, studenti boradigan talabalar borib kelyapti. Ota-onalar oldingi paytda bolasi o'tomoni ketguncha yuragini ho'flab turardi, ketishigacha ana shunaqa narsalarni hammasi hozir hozirgi bugungi bolalarga aytib bersangiz, yosh avlodga aytib bersangiz ishonmasligi mumkin. Biz mana shunaqa kunlarni ham boshdan kechirdik. Tirbandlik, unaqa narsalarni kuzatmayapmiz. O'tdi, bordi, keldi, hammasi sekin yanada yaxshilash yo'llari ochilyapti. Tuman iqtisodiyotga kiritilayotgan byudjet mablag'lari, investitsiyalar miqdori yildan yilga ortib boryapti. Natijada ilk marotaba sanoat paydo bo'ldi. Kichik biznes va tadbirkorlik yuksaldi. 2025-yilda 12.5 million AQSh dollar miqdoridagi mahsulotni eksport qilishga erishildi. Prezidentimiz topshirig'iga ko'ra, tumanni iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirish va ishsizlikdan, kambag'allikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha ishlab chiqilgan dasturlar so'xliklarni ayniqsa quvontirib yubordi.
Hurmatli prezidentimiz bundan oldingi qabul qilgan qarorlar natijasida so'xda shunaqa katta ishlar bo'ldi-yu, bir vaqtlar imkoniyati yo'q degan tog'larning borida qolib ketgan yerlarni o'zlashtirish, qayroq massivi, javpaya massivini o'zlashtirish erta bog' o'rni yaratyapti. 200 gektar, 300 gektar hali yaratilgan bog'larda u allaqay o'zining mevasini ko'rsatyapti. Davlat rahbari qat'iy bo'lsa, aytgan gaplarini bajarish ustidan chiqadigan bo'lsa, xalq unga qo'shilsa, tog'ni to'lqin qilish nimalar bo'lar ekan. Biz shukrona qilamiz, bola chaqalarimizga aytamiz. Nima uchun? 2009-yil oktyabr oyida Rishton rayonida bo'lgan faollar yig'ilishida prezidentimizning aniq so'zlarini men keltiraman. Biz so'xlar hozirgi paytda arosatda qolib ketganini bilyapmiz. Lekin vaqti keladiki, mana shu so'xning yo'lini katta ochamiz. Xudo xolasa men o'zim borib to'y qilib beraman, tomosha qilib beraman deganlari mana shunday vaqt o'tdi. Gapni o'sha o'rtada endi bir aytib qo'ydilarda degan gap ham keluvdi ko'nglimizga. Yo'q, esdan chiqmagan ekan. Davlat rahbarining qat'iyligi, xotiralarining mustahkamligi, aytgan so'zini bajarish qat'iy turishlari tufayli odamlarning ko'nglini shunaqa ko'tarib yubordi, shunaqa xursand qilib yubordi. Yoshi qari birinchi galda mana shu uchun prezidentimizga, davlatimizga minnatdorchilik, duo so'zlarini aytishni chin yurakdan. Farg'ona viloyatining So'x tumani haqida gap ketganda, firqor tog'lar orasidagi so'lim tabiati, toza havosi va shardoq suvlarga ega maskan shakllanadi. Endilikda prezidentimiz aynan shu tumanga bergan e'tibori, davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'lar, xorijiy investorlar jalb etilishi evaziga mahalliy hamda xorijiy sayyohlar uchun savdo, servis va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari, mehmonxonalar, bir so'z bilan aytganda keng ko'lamdagi bunyodkorlik ishlari amalga oshiriladi. Oxirgi 6 yil ichida So'xda ancha muammolar yechimini topdi. So'x xalqi nomidan men minnatdorchilik bildiraman. Bularni ham qo'yib turing, men boshqa narsaga xursand bo'lyapman. Menda Xudo bergan 6 ta nabiram bor. Shu nabiralarim uchun zamina yaratyapti. Bitta nabiram 8-sinfda o'qiyapti, 8-maktabda. Bitta nabiram Nur Muhammad degan Farg'onaning 5-maktabda o'qiyapti. Xorij tillarini o'rganyapti. Nima uchun deganda bular aytayaptiki, biz xudo xolasa So'xda mana shu turizm maskani ochilar ekan, biz gid bo'lamiz xudo xolasa. Xorijiy sayyohlarga xizmat qilamiz. Shu So'xning nomini ko'taramiz. Yoshlarimiz kelajakka ishonch bilan qarayapti-da. Men o'zim shu xursandchiligim shuki, shu mana shu yaratayotgan prezidentimiz zaminalari shu bolalar uchun, bizning avlod, kelajak avlodimiz uchun bu quvonarli narsa. Men juda to'lqinlanib ketyapman bu narsalardan. Prezidentimizga uzoq umr, sihat, salomatlik, sog'lik, omonlik tilayman, ishlarda omad tilayman. Xudo xolasa, mana men o'zim nafaqada bo'lsam ham bir nuroniy sifatida vatanimiz uchun mehnat bilaman. Qanaqa nima bo'lsa o'z hissamni qo'shishga men harakat qilaman, tayyorman. Tumanda kadrlar tayyorlash masalasi ustuvor vazifalardan etib belgilandi. Jumladan mavjud 2 ta kasb-hunar maktablarini viloyatdagi 2 ta universitet qoshidagi texnikumlarga aylantirildi. Ularda o'g'il-qizlar eng zamonaviy kasblarga o'rgatiladi. Yangi o'quv yo'nalishlarining ochilishi belgilandi. Menda 4 ta farzandim bor, 12 ta nabiram bor. Prezidentimizni eshitib, quvonib ketdim. Chunki ular bizning farzandlarimiz, bizning nevaralarimiz haqida jon kuydiryaptilar. Kelajakni o'ylayaptilar. So'xda 2 ta oliygohni texnikum ochilar ekan. Endi bizni farzandlarimiz, nevaralarimiz uzoqqa borib ilm olmasdan shu So'xni o'zida ilm oladi. Mani farzandlarimizni va nevaralarimizni g'amini yegan, kelajagini o'ylagan prezidentimizdan minnatdorman. Barcha so'xlar minnatdor. Butun So'x tumani yoshlari nomidan baralla aytmoqchimanki, muhtaram prezidentimizning So'x tumaniga berilayotgan imkoniyatlari, ayniqsa berilayotgan alohida e'tiborlari uchun rosa xursandman. Bu hozirgi kunda xabarlaring bor. Mana So'x tumanimizda 2 ta texnikum, Farg'ona davlat universiteti hamda Farg'ona davlat texnika universiteti negiziga biriktirildi. Bu nima degani? Yoshlar orasida yuraman, mahalla yoshlar yetakchisi sifatida. Yoshlarimiz hozirdan aytayapti, So'x tumanimizda texnikumda o'qib turib, o'z yo'nalishlari bo'yicha Farg'onaga borib o'qib, oliy ma'lumotli kadr bo'lib yetishadi. Bu nima beradi? Ular ertaga universitetni bitirib kelishgandan keyin So'x tumanimizda ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirishga hissa qo'shadigan yetuk kadrlar sifatida faoliyat ko'rsatishadi.
Endilikda So'x tumanida aholi daromadining asosiy qismi bo'lgan qishloq xo'jaligida zamonaviy yondashuvlar asosida yangi texnologiyalar joriy etiladi. Qayroq massividagi 405 gektar maydonda mevali bog'lar, Chashma mahallasidagi 60 gektar yerda zafaron plantatsiyalari, ozod va So'x xo'jaliklariga qarashli 100 gektar maydonda kartoshka yetishtirish loyihalarini amalga oshirish belgilandi. Mana shu qayroq massiv, meni yoshligim, shu ulg'aygan joyim shu qayroq edi. Shu yerda men bu har bir qarich yerini yaxshi bilaman qayroqni. Shunda tashlandiq joyida biz poda boqib shu yerda katta bo'lganmiz. Mana shu prezidentimizning kuni kecha ulib o'tgan yig'ilishidan natijasi o'laroq mana qayroqda ishlar boshlanib ketdi. So'xlik tadbirkorlar mana qaranglar allaka ishni boshlab, ilk qadamlar bosildi, qo'yildi. Albatta So'xda mana shu loyiha qarorida boshdan yig'ilishda ko'rib chiqaman, xulosa kelinki So'xda ekoturizmni rivojlantirishga, tibbiy turizmni rivojlantirishga, iqtisodiyot, ijtimoiy sohalarni rivojlantirishga, xususan ta'limga, tibbiyotga juda e'tibor qaratilar. Yoshlarni ish bilan ta'minlash, kambag'allikni qisqartirishga hech soha qolmadi. Barcha sohalarga prezidentimiz diqqat e'tibor berib, uni muhokama qildilar. O'zi qayroq degani ham suvsiz joyda bu. Qayroq bu yerda suv bo'lmas edi. Qarang, hozir suv chiqdi, obod bo'ldi. Bu daraxtlarni qarang, suv zar deydi. Suv yetib kelguncha obodlik bo'ladi, hayot qaynaydi. Albatta So'xda hayot qaynayapti. Hozir So'xning 25 ta mahallasi bor. 90 mingga yaqin aholimiz bor. Mana shu hamma mahallalarda, ko'chalarda obodonchilik, qurilish, tadbirkorlik, ko'kalamzorlashtirish, yangi daraxtlar, nihollar ekish avjida. Navobat mahallasida baliqchilikni rivojlantirish bo'yicha loyihalar amalga oshiriladi. Unga ko'ra 50 sotuqdan 30 ta hovuz tashkil qilinadi. Har bir hovuzda 50 tonnadan forel balig'i yetishtirish imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga Devayron va Tuldasht hududlari oralig'ida 8 km uzunlikda o'zi oqar sug'orish tarmog'i qurilishi hisobidan 500 gektar mevali bog'lar barpo qilinadi. Qo'shimcha 300 gektar ekin maydonini o'zlashtirish choralari ko'riladi. Chorvachilik yo'nalishida 4 mingdan ortiq aholi xonadonlarida zotli mollarni yetishtirish, echkichilikni yo'lga qo'yish, qolaversa asalarichilik bo'yicha katta loyihalarni amalga oshirish uchun ham mablag'lar ajratiladigan bo'ldi. Muhtaram prezidentimizni mahallaga berilgan e'tiborlardan biz mahalla ahli minnatdormiz. Mana mahalla binolari yangilandi. Moddiy texnik bazalarimiz shakllantirdi. 7lik tashkil qilindi. Fuqarolar muammolari mahallada yechim topyapti. Prezidentimizning e'tiboriga ko'ra So'x rivojlanib turizm maskaniga aylantirilgan. Mana hozir ikkita tadbirkorimiz chiqib bizga joy ajratib bersalaringiz biz turizm maskani quramiz deyapti. Bu degani yangi ish o'rinlari, aholi daromadi oshadi degani. Biz barcha mahalladagi fuqarolar nomidan prezidentimiz So'xga berilgan e'tiborlariga minnatdormiz. So'x daryosining ichki qirg'og'ini mustahkamlash va bu yerda eng zarur infratuzilmani yaratish uchun davlat byudjetidan 180 million so'm mablag' ajratilyapti. E'tiborlisi hozirgi kunda ham bu yerda investitsion va turizm loyihalarini amalga oshiradigan ko'plab mahalliy, qolaversa xorijiy talabgorlar soni ham kundan kunga ortmoqda. Muhtaram prezidentimiz tomonidan So'x tumanini ijtimoiy rivojlantirish, turizm rivojlantirish bo'yicha qaror loyihasi ishlab chiqildi va bu qarorda So'x daryosi o'zanlarini mustahkamlab va ushbu joyda sayohat xizmatlarini tashkillashtirish bo'yicha taklif berildi. Shu munosabat bilan Dilrabo Travel sayyohlik kompaniyasi 20 dan ortiq loyihalarni amalga oshirish bo'yicha tashabbus bilan chiqdi. So'x daryosi o'zanlari atrofida turizm servis, ya'ni sayyohlik xizmatlari yaratiladi. 20 dan ortiq ish o'rni yaratiladi. Shu munosabat bilan Dilrabo Travel sayyohlik kompaniyasi turli oliygohlar va turli texnikumlarda turizm yo'nalishida tahsil oluvchi talabalarni shu biz aytib o'tgan 20 dan ortiq loyihalarga ishga jalb qilish bo'yicha kelishuvlarni amalga oshirmoqda hozirgi kunlarda. 5000 ga yaqin xorijiy sayyohlarni O'zbekiston hududiga olib kiramiz. Endilikda sayyohlarimizni So'x tumaniga ham jalb qilamiz. Toza havo, go'zal tabiatga ega ushbu hududda reabilitatsiya, fizioterapiya, dori-darmon logistikasi va tibbiy xizmatlar klasterini tashkil etish uchun barcha sharoitlar mavjudligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu yo'nalishda turizm va xizmat ko'rsatish sohasi uchun 60 million dollar investitsiya jalb qilish, qariyb 2000 ta ish o'rni yaratish, turizm xizmatlari hajmini 15 milliard so'mga, eksportni esa 2 million dollarga oshirish rejalashtirilgan.
Yaqin 4-5 yil ichida So'x tumanida tibbiyot xodimlari yetishmasligi, mutaxassislar keltirildi. Yangi tibbiy jihozlar olib keltirildi. Shifo maskanlari ta'mirdan chiqarilib, chiroyli holatga keltirildi. Buning evaziga 4-5 yil avval ayrim jarrohlik amaliyotlarini biz Farg'onaga jo'natarlik, apparatlar yetishmaganligi sababli markaziy shifoxonamizda zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'mirlangani uchun hozirgi vaqtda shu yerda o'zida amalga oshirilyapti. Qolaversa, mana qo'shni davlatlarimiz Qirg'izistondan, Batken va Qadamjoydan bemorlarimiz kelib, bu yerda o'z shifolarini topib ketishmoqda. Ana endi yangi qarorga ko'ra So'xda tibbiyot turizmi rivojlanar ekan. Bu bizga juda ham katta yutuq. So'xda toza havosdan to'yib nafas olgan va shifobaxsh suvlardan ichgan inson albatta tez sog'ayib ketadi. Shu nuqtai nazardan So'x tumanida tibbiyot turizmi rivojlanishidan biz tibbiyot xodimlari juda ham minnatdormiz. Byudjetdan 60 milliardlik mablag'lar yo'naltirilmoqda. Asosan bu yerda daryo qirg'oqlarini mustahkamlash, yo'l infratuzilmasi, elektr ta'minotlari. So'x tumanida asosan biz Rossiyada o'z biznesini yo'lga qo'ygan vatandoshlar bilan ishladik. Bundan tashqari Xitoy davlati hamda boshqa shahar tumanlaridagi yirik tadbirkorlar bilan loyihalarni amalga oshirish bo'yicha bir qator amaliy ishlar boshlangan. Bugungi kunda Rossiyada o'z biznesini yo'lga qo'ygan vatandoshlarimiz tomonidan Qayroq massivida Akmus MCH tomonidan umumiy qiymati $6 million kemping usulidagi dam olish maskanlari. Masreja hududida $4 million reabilitatsiya va tibbiyot markazi loyihalari. Bundan tashqari bir qator loyihalar mazkur hududda shakllantirilgan. Prezidentimizning e'tibori tufayli tumanda tub islohotlar amalga oshirilishi, yangilanish va o'zgarishlar har bir fuqaroning, oilalarning hayotiga kirib borishi, ertangi kunga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi, deyishmoqda so'xliklar. So'x tumanida so'nggi yillarda juda katta ishlar amalga oshirildi, ulkan islohotlar amalga oshirilyapti va eng muhimi shu islohotlarning So'x tumaniga bir ob-hayot tomchilaridek kirib kelishi natijasida So'x butkul o'zgardi. Aholi yashash tarzi farovonlashib bormoqda va mana shu islohotlarni aholiga yetkazishda bu ijodkorlarning ham jurnalistlarning ham o'rni bor deb o'ylayman, lekin men bir narsani ayta olamanki, so'nggi yillarda prezidentimiz tashabbusi bilan So'x tumanida amalga oshirilayotgan ishlarni, ezgu tashabbuslarni bir ortidan quvib yeta olmayapmiz haqiqatan ham. Chunki deyarli har kuni yangi islohotlar, yangi tashabbuslar, dasturlar So'x tumaniga kirib kelmoqda va buni aholi o'z hayotida his etmoqda. So'x tumanini ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish maqsadida yangi qaror loyihasining taqdimoti bo'lib o'tdi va buni bir jurnalist sifatida televideniya orqali ko'rib yana ruhlandim. Bu biz jurnalistlarga ham mas'uliyat va ham bir g'ayrat beradi, shijoat beradi. Biz mana shundan ruhlanib, prezidentimiz tashabbusi bilan yangi O'zbekistonda yangilanayotgan So'xda amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun mohiyatini, ahamiyatini, uni aholi o'z hayotida bugun his etayotganini biz nafaqat televideniya orqali, balki ijtimoiy tarmoqlarda ham butun dunyoga bir jurnalist sifatida yetkazishga, jar solishga mas'ul hisoblayman o'zimizni. Bir vaqtlar mana shu So'xda istiqboli yo'q degan fikr hammaga mana men ko'nglim keldi. Meni bolalarni ko'chirish, boshqalarni nima qilishga ham shunaqa fikr xayolim ham bor edi. Lekin mana qarasangiz, yil sayin obodlashib borayotgan, tadbirkorlik maskaniga aylanayotgan, yangi urchi o'rinlarni yaratilayotgan, tadbirkorlar sharoitlar yaratib berishi natijasida bir vaqtlar mana shu yerdan odamlar hatto kuchib ketganlar qaytib kelyapti. Chet ellarda o'zi sarmoyasi bor tadbirkorlikni yo'lga qo'yganlar qaytib kelib o'zimizning vatanimizda, o'zimiz So'ximizga o'z hissasini qo'yish bilan harakat qilishini bildiryapti. Biz o'ylaymizki, shu albatta bir kelajak natijasini beradi. Biz nuroniylar xudo xolasa yoshlarimizni tarbiyalaymiz. Mana shunaqa qilayotgan g'amxo'rlik bilan javob beramiz. Prezidentimiz atrofida birlashib, o'sha bilan ko'malashib, mana shu qo'yilgan katta o'zlari aytgandek katta marralarni o'zlashtirish bo'yicha bor kuchimiz, imkoniyatimizni sarflaymiz. So'xda kim bilan suhbatlashmang, bugungi kunlar tarixiy ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlashmoqda. Endi tuman tubdan o'zgaradi. Dasturlar, loyihalar zamirida inson qadri, manfaatlar yotibdi. Yangi So'xni butun dunyo taniydi. Yangi O'zbekistonga munosib bo'ladi. Turistlar oqimi 10 barobarga ko'payadi. 14 mingga yaqin yangi ish o'rinlari yaratiladi. Eng asosiysi, tuman kambag'allikdan xoli hududga aylantiriladi. Aholining turmush farovonligi yanada oshiriladi.